Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Biz navbatdagi mavzumizni boshladik. Navbatdagi mavzumiz to'plam tushunchasi haqida sizlar bilan tanishib o'tamiz. Matematikadagi o'zi asosiy kirish qismida o'rganiladigan narsa bu. Faqatgina bu yerda alohida qilib oxirgi qismlarni berib o'tgan. Xo'p, mavzu juda ham sodda tuzilgan. Qiyin emas, xudo yengilgina o'rganamiz. Xo'p, iloji boricha mavzuni kengroq miqyosda tushuntirishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha qolganini mavzudagi misollar shunga qarab moslab ketaveramizda. Mabodo boshqa kitobdan ham ishlaydigan holat bo'lib qoladigan bo'lsa, mavzuda qanaqadir savol paydo bo'lib qolmaydi. Shuni atrofida aylanib ishlayveramiz. Demak, birinchi to'plam degani o'zi qanaqadir bitta katta harf bilan, misol uchun A, B, C ketaveradi. Ya'ni to'plam doim bosh harflar bilan belgilanadi. Bosh harflar. Shundagi misol uchun A, B, C, D va hokazo ketaveradi. Bu elementlari. Savol tug'iladi. Misol uchun A to'plamning elementlari A, B, C. Tushundingizmi? A to'plamning elementlari A, B, C. Mana bu katta to'plam belgisi, ya'ni A to'plamining elementlari qanaqa element bor desa, ichida A, B, C deyman. Katta A, katta B, katta B, C deya olmayman. U to'plamniki. Tushundingizmi? Qaysi to'plamga tegishli A, B, C desa, A to'plamga tegishli deyiladi. Qaysi to'plamga tegishli A, B, C desa, B to'plamiga, qaysiga C ga deydi. Misol uchun B to'plamda deyishimiz mumkin. A bor, B bor, C bor, D bor, misol uchun F bor. Tushundingizmi? B to'plamida qanaqa element bor desa, A, B, C, D, F. Endi so'raydi misol uchun n deydi, ya'ni soni deydi. A to'plamdagi elementlar soni. A to'plamdagi elementlar soni. Elementlar soni degan bittalab sanash kerak degan. Bitta, 2, 3 ya'ni A bor, B bor, C bor. Demak, nechta ekan? 3 ta ekan. Shunchaki sanash bilan chiqadi. N deydi, B to'plamdagi elementlar soni deydi. Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Tushundingizmi? Yoki son ham kelishi mumkin. 0, 1, 2, -1, -2, -3 umuman farqi yo'q. Son bo'ladimi, harfli ifoda bilan baribir o'sha narsa nimasi? Ichidagi elementlarni sonini bildiradi. Tushundingizmi? Endi ketdik. Bu yerda muammo yo'q. Endi kelishi mumkin. Xo'p, nima deb kelishi mumkin? Misol uchun sizga A to'plam bilan B to'plamni birlashmasini so'raydi. Mana bu birlashma. Yozib qo'yamiz. Birlashma. Keling, mana shu bitta element qo'shib qo'yamiz. Misol uchun A, B, C demaylikda, mana shu qanaqa H degan elementdan qo'shib qo'yamiz. Tushundingmi? Men A to'plamda nechta desa, A, B, C deb biladi. Demak, mana 4 ta qilib qo'yaylik, to'g'ri kelib ketadi. Demak, A, B, C da H bo'ladigan bo'lsa, demak A to'plamda elementlar bor, B to'plam elementlar bor. Ikkalasining nimasini so'rayapti? Birlashmas. Ikkalasining birlashmas degan ikkalasining borini ko'tarib olgan degan. Ikkalasida ham qaysilar bor? Ikkalasida borini hammasini olishim kerak. Ikkalasida bori qaysi hammasi? A bor, ikkalasida ham, to'g'rimi? Ketdi. Yana ikkalasida ham D bor, ikkalasida ham C bor, ikkalasida ham D bor. Xo'p, keyingisida ikkalasida ham ikkalasida neydi? Общий hammasida. Mana birlashmasi degan ikkalasida borini hammasi shuni ko'taraman-da. Ikkita bir xillardan faqat bitta solinadi. Tushundingizmi? Keyingisi qaysi ekan? D ekan, keyingisi H ekan, keyingisi F ekan. Tushundingizmi? Birlashma degani ikkalasida borni hammasini ko'tarasan degan. Ikkalasida borni hammasini ko'tarish faqat bittadan olasiz. Bo'ldi. Ya'ni ikkita A, ikkita bittasi deya olmaysiz, chunki ikkalasida ham bitta A, bitta bittasi bor-ku. Demak, общий holatda nechta bo'lar ekan? Sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, A to'plam bilan B to'plami elementlar soni o'sha n nechtaga teng ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, 6 dona element bor ekan. Tushundingizmi? Bu birlashma. Endi kesishma degan narsa bor. A to'plam bilan B to'plamning kesishmasi degan teskari holatda. Smiley kulgan varianti, kulmagan variantni eslab qolsangiz, nuqta qo'yib olibman. Eslab qolsangiz bo'laveradi. Endi birlashmasi kesishma bu. Kesishma degani faqatgina ikkalasida borini olasiz. Mana birlashmada hammasini ko'taryapsiz, kesishmada nima qilasiz? Faqat borini olasiz. Endi bori nima degani qarang. Ikkalasida qaysilar bor? A bor. Demak, ikkalasida bori kesishmasini olaman. A ni olaman, yana B ni olaman, yana C ni olaman. Bo'ldi. Demak, bu o'sha n, ya'ni A to'plam bilan B to'plam kesishmasini elementlar soni nechta ekan? 3 ta dona ekan. 3 ta dona deb qo'ysangiz yetadi. Tushunyapsizmi ma'nosiga? Endi sizdan so'raydi. Misol uchun A to'plam B to'plamining qism to'plamimi deydi. Qism to'plami degan mana shu elementlar hammasining ichida bormi deyapti. Misol uchun A bor, xo'p, B bor, xo'p, C bor, xo'p, D H-chi. Demak, qism to'plami emas. Ya'ni mana bu A tegishli emas. Mana tegishli belgisini bilasiz. Tegishli emas nimaga? B ga. Ya'ni tegishli emas. Agarda A, B, C ni o'zi bo'lganda edi,
A, B, S'ning o'zi pastda ham bormi? A, B, S'ning o'zi pastda bo'lganiga A, B, S mana bu A buni ichiga kirib qolishi mumkinmi? Ya'ni buni qism to'plamida, tushundingizmi? Demak, o'shanda aytishim mumkin A tegishli nimaga? Bga. Mana bu tegishli belgisi bunaqa. Tegishli belgisi. Ya'ni ichiga kiradi demoqchi. Tushundingizmi? O'sha qism to'plamiga tegishli xolos. Xo'p, mana shu tushunyapsiz? Ketdi, shunaqa narsalarni chiqamiz. Endi xuddi mana shu narsani ozroq ochamiz-da, qarang mavzuda. Mana bu qism borku, birlashma bilan kesishmani Venn diagrammasi bor. Venn diagrammasi. Diagramma. Mabodo ismlarni xato yozgan bo'lsam, yozib qo'yinglar. Kimdir misol uchun ismlar Venn diagrammasi edi. Ya'ni olimni ismi bu, o'sha diagram orqali chiqaradi. Endi vaziyat qanaqa bo'ladi bu yerda? Shuni anglashtirib olaylik, qarang. Misol uchun Venn diagrammasida qanaqa ishlaydi? U bir nechta element bo'lsin, bir nechta mana shunaqa to'plamlar bo'lsin, hammasi uchun ishlayveradi. Tushundingizmi? Qanaqadir cheklov yo'q bunda. Cheklov yo'q. Misol uchun siz qo'lingizda A to'plami borda, B to'plami bor. Chunki hozir men A bilan B haqida gaplashyapman faqat. Mana qo'limda A to'plami bor, qo'limda B to'plami. Endi savol. Mana bu ikkalasining o'rtasidagi kesishma joyi. Mana kesishma joyi. Ya'ni kesishma degan ikkalasida ham borni oladigan qismi. Tushundingizmi? Birlashma degan общий hammasi degan. Mana bu qanaqadir bitta anoda turibdi. Bochkadan yoki bo'lmasa katta bitta qismda turibdi, общий. Tushundingizmi? Qanaqadir bitta общий katta S degan anoda qismda turibdi. Endi qarang. A, B, S elementlar ikkalasida ham bormi? Hozir qarang, sizga savol. A to'plamda nimalar bor? A bor, B bor, S bor, H bor. To'g'rimi? Demak, A to'plamini belgilar desam, A bor deysiz, B bor deysiz, S bor deysiz, H bor deysiz. To'g'rimi? B to'plamida nima element bo'lsa, A, B, S deysiz, D, F deysiz. Demak, men bu yerga nima yozib qo'yaman? D bilan F yozaman. Nega unaqa qildim? Chunki A to'plami ichida mana bu narsalar ketyapti mana. Mana. Mana bu yerda ketdi-da, mana buni ichiga A, B, S plus H bor. Endi B to'plami qaraydigan bo'lsa, mana bunday ketyaptimi yo'nalishi? B to'plami yo'nalishi shu tarafdan ketgandan keyin, unda nimalar borsa, A, B, S, D, F bor. Mana shu A, B, S, D, F. O'zi ko'rindi, mana tayyor bo'lib qoldi. Hozir sizdan so'rasam, mana shu deyman, mana shu общий bitta katta to'plamda nechta element bor, birlashmasi hammasi nechta desam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta so'zlaysiz, to'g'rimi? Mana shu 6 ta. Birlashmasi. So'rayman, ikkalasi kesishib qolgan joyi bormi deyman? Ha, bor deysiz. Qanisi mana bu nuqtaga kesishgan deysiz, to'g'rimi? Sana deyman, nechta desam, 1, 2, 3 ta deysiz. Mana shu 3 tasi. Tushundingizmi? Endi tasavvur paydo bo'lishi, ko'zga ko'rinadigan holat bilan chiqish uchun mana. Xohlasangiz buni yana davom ettirib ketaverasiz. Mana bu yerga qanaqadir qo'shasidagi, ya'ni bitta S to'plami olib, bitta element bor, masalan, B, S bor, mana yerda qanaqadir Sh harfi bor. Misol uchun qo'shib ketaverasiz bemalol. Yana bitta S to'plami olasiz. S to'plamida nimalar bor ekan? A bor ekan, B bor ekan, o'zim. B bor ekan, yana nima bor ekan? S bor ekan, keyin qanaqadir Sh harfi bor ekan. Bo'ldi mana B, S, Sh. Demak, mana bu to'plam shu joyga nima tushib qoladi? B, S. Hammasida bordi, chunki B, S. Hammasida bor, endi Sh alohida turibdi. Tushundingizmi? Ketaveradi shunaqa qilib. Ya'ni bu yerda hech qanaqa cheklov yo'q. Olasangiz 3 ta, olasangiz 4 ta qo'shib ketaverasiz. Maslahatingizga qarab. Demak, Venn diagrammasini shunaqa chizsak bo'ladi, bu holat bo'yicha bunaqa chizsak bo'ladi, ketaveradi, ajraladi. Xo'p, bu qismda qanaqa savol bor? Savol yo'q, to'xtang. Hali bitta qism bor. Xo'p, buni yozib olaylik, men keyin alohida tushuntirib beraman. Hozir savol yo'q-a? Yozib oldik. Xo'p, endi qarang, keyingi holatga o'tamiz. Keyingi holat qanaqa? Sizdan so'raydi, A to'plamidagi elementlar sonini so'raydi. Misol uchun, qarang, oddiyroq ketamiz. A to'plamida qanaqa element bor desa, A bor, B bor, S bor. Tushundingizmi? A to'plam qanaqa element bor desa, A, B, S degan 3 ta element bor. To'g'rimi? Endi o'sha A to'plamidagi elementlar soni qanaqa hisoblanadi desa, 2 ni n-si degan bitta formula bilan hisoblab beraman. n-si degan n elementlar soni. Endi A da nechta element bor ekan? Bitta, 2, 3 ta. Demak, 3 ta element bor. 2 ni 3-sini keltirib qo'yasiz mana. 2 ni 3-si nechta bo'ladi? 8 ta bo'ladi. Xo'p, ustoz mana shunaqa qildingiz deydi. Men 8 taligini borligini topdim. Menda esimdan chiqib qolsa nima qiladi? 2 ni n-si. Misol uchun 2n - 1dir balkim. Imtihonda to'g'ri? Xayoldan chiqib ketib qoldi. Nima qilasiz? Xayoldan chiqqan vaqtda bitta isbotini ko'rib chiqasiz. Misol uchun A to'plamida qaysi element bor? A'si bor. Qism to'plamlar, qism-qismga qarang. A to'plamni qism-qismga ajratyapman. Xuddi qo'lingizda bitta katta qanaqadir bitta xoda bor. Xodani mayda kelsiz 10 ta bo'lakka ajratib qo'ydingiz. Tasavvur qiling, 10 ta bo'lak kichik-kichik ajratib qo'yasiz. Qaytarib shuni joyiga yig'ib qo'ysangiz, yana bitta xoda paydo bo'ladimi? To'g'rimi? Mana hech qayerga sochmadim-da. O'sha xodani chiroyli qilib kesib, qanaqadir qismlarga ajratdim, o'tin qilmoqchiman. Qaytarib yig'iydigan bo'lsam, o'sha yana qaytada xodani shakli paydo bo'ladi-da. To'g'ri, oldingidek singan narsani qayta tiklab bo'lmaydi, lekin shakl jihatdan, massaviy jihatdan deyarli bir xil.
Chunki qaytar joyiga o'zini qo'yib qo'yapman. Ketdi. Xuddi shunaqa. Buni ham parcha-parcha qilib qism to'plamlarga ajratamiz. A to'plamda nima bor? A bor. A qism to'plamiga kiradi bunga. Tushundingizmi? Yana shuni bunday qilaylik-da, shuni A to'plam demaylik. A deyman. Yana nima deyishim mumkin? B deyishim mumkin. Yana C deyishim mumkin. To'g'rimi? Mana bu qanaqadir endi A to'plam bo'lmaydi. Qanaqadir B, C, D degan to'plam bo'lib shunchaga kirib qoladi. Tushundingizmi? Ketdik. A, B, C ketdi. Yana A bilan B ni olishim mumkin. Keyingisi yana A bilan C ni olishim mumkin. Yana B bilan C ni olishim mumkin. Kombinatsiya qilyapman. Tushunyapsizmi? Yana nima olishim mumkin? O'ylab ko'ring, ikkitasida yana nima bo'lishi mumkin? Ikkita qolib ketdi, hozir 6 ta chiqyapti, to'g'rimi? Endi ikkita qolib ketdi. Nima bo'lishi mumkin? O'zi ham bo'lishi mumkin-da. A, B, C degan bitta to'plam bo'lishi mumkin. Mana shuni o'zi ham bunga kiradi-da. Yana nima bo'lishi mumkin? Bo'sh to'plam bo'lishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa ichida narsasi yo'q to'plam buni ichiga kiraveradi. Tasavvur qiling, hech narsasi yo'q. Bitta ham element yo'q bo'lgan to'plam shuni kirgizib yuboraman. Chunki element yo'q narsa ham 0 ta-ku nechta desa 0 ta deysiz, to'g'rimi? A 0 ta bo'lgandan keyin buni ichiga ham kiraveradi. Tushundingizmi? Endi eslab qoling mana. Qism to'plami nechta chiqdi? 6 ta, 8 ta chiqdi mana. Mana bu holatda 8 ta chiqdi. Demak, A, B, C, D, F bu xos to'plam. Mana bu ikkalasi xos to'plam. Ya'ni A, B, C lar xos to'plam. Ya'ni A, B, C bir to'liq bo'lsa 0 holat. Xos to'plam, mana xosmas to'plam. Endi shakl nomi bilan kelib qoladigan bo'lsa, mana buni xos to'plam deb qo'yasiz, bu ikkalasi xosmas to'plam deb qo'yasiz. 6 tasini. Tushundingizmi? Shunaqa ketaverasiz. Ma'nosi tushundingizmi? Endi to'plamlar soni, qism to'plamlar sonini so'rasa, endi bittalab mana bunaqa qilib yozib o'tirish imtihonda hech qachon kelmaydi-da. Ya'ni u yoqmaydi bu narsa. Ya'ni imtihonda vaqtdan yutishingiz kerak, to'g'rimi? Undan yutqazib qo'yasiz o'sha vaqt. Misol tasavvur qiling, A, B, C, D, masalan, F, H qo'yib qo'ydim. O'zi bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta element bormi? Endi nechiga teng? 6 taga teng. Endi so'rayman, qism to'plamlar sonini toping desam, 2 ning 6-inchisi bo'ladi-da. Ya'ni 2 ning n-inchisi bo'yicha hisoblasa, 2 ning 6-inchisi nimaga teng? 64 ta bor. Kim yozadi 64 ta? Tushundingizmi? A, B, C ham ketaveradi. Ketaveradi. A bor, B bor, C bor, D bor, F bor, H bor. A, B bor, A, C bor, A, D bor, A, F bor, A, H ketaveradi. 5 tadan. Har bir 64 ta ichida borda. Endi so'rayman, qarang, sizda mana shu savolni o'zgartiramiz. Mana shu A to'plami ichida nechta qism to'plam bor? 64 ta. Nechta xosmas bo'lgan to'plam bor ichida? Mana shu to'plam ichida nechta xosmasi bor? Mana bu ikkalasi xos to'plam dedik. Bular xosmas to'plam dedik. Demak, xosmas to'plamlar topishim uchun nima qilaman ekan? Bo'ldi, yaxshi. Ya'ni общий to'plamlar sonini topasiz, jami 64 ta. Undan ikkita xos bo'lgan chiqarishsiz, xosmas chiqib keladi. Xos degan любойga tushiradi. Hammasiga tushiradi. Hammasiga ishlab ketadi. Misol uchun 3 ta element bilan 8 ta elementning farqi yo'q. Siz umumiy jamini topasiz. Chunki jami qo'lingizda turibdi-ku. Hammasini topganingizdan keyin har qanday to'plamda ikkita xos to'plam bor. Birinchisi o'zi, ikkinchisi bo'sh to'plam. Hammasida bor bu narsa. Ya'ni bittasida o'zi, bittasida bo'sh to'plam bor. Hammasida bormi? Hammasi ikkitadan bor ekan. Bu 4 ta bilan 3 ta bilan farqi yo'q. Bor hammasi ichida. Endi mana shu narsani jamini topganingizda bir ikkalasini olib tashlaydigan bo'lsangiz qolib ketaveradi. Tushundingizmi? Misol uchun men yerda hozir nechta xos to'plam bor desam, bunday qaraysizda savolga bo'ldi. Siz 2 belgilab ketaveradi. Chunki u doim hammasida ikkita. Mana bu xos to'plam qismi. Xos emas bo'lgan qismini topishingiz uchun umumiy jamini topib, xos bo'lgan qismini olib tashlaysiz. Tushundingizmi? Misol uchun 32 ta degan to'plam ichidan chiqdi. 32 ta to'plam soni bor ekan. Nechta xos emas desa nima deysiz? 30 ta deysiz-da. Mana xosini ikkitasini olib tashlaganingizdan keyin 30 tasi qolib ketaveradi. Tushundingizmi? Ya'ni buni bittalab yozib, nimadir o'ylab o'tirish shart emas. Kechani ham ko'rdikki, to'rga bo'linadigan va hokazo deganda alohida jamini topib, to'rga bo'ladiganlar chiqadi. O'shanga o'xshab ketaveradi-da. Ya'ni ehtimollar nazariyasimida o'sha kombinatorkaga o'xshagan holat. Tushundingizmi buni? Ya'ni jamini topib ichidan chiqarsa chiqadi. Endi kitobda ham misollar bunga to'g'ri keladimi, hozir orasidagi masalalarda to'g'ri kelmaymi? Bu narsani qo'shimcha manba sifatida o'rganib qo'yamiz. Ertaga boshqa to'plam ishlagan vaqtimizda ham bemalol Xudo xolasa ancha misollarga yordam tariqasida yechim bo'ladi. Xo'p, boshqa savol bormi? Yozib oldik. Xo'p, biz mavzuga misollar boshladik. Demak, birinchisi 5600 nechi? 5661-savolga fokus qaratamiz. Bu yerda so'ragan 8 soni degan. 8 soni nima degan? B to'plamining elementi degan. To'g'rimi? Ha, bo'ldi. Element bo'lsa mana bunaqa qilib qo'yamiz. Ya'ni 8 soni B to'plami element. Ya'ni sizda qanaqadir B to'plam bor, uning ichida bitta 8 degan borda, yana nimalar bor. Ya'ni mana shu 8 B to'plami element. Ma'nosini tushundingizmi? Bo'ldi. Qaysi javob turibdi? Qiynamasa, bu oddiy degani. Ichiga kiradi, kirmaydi, ketaveradi sonasi.
Xo'p, agar kirmaydi degan bo'lsa nima bo'ladi mana bu? Ustini chizib qo'yasiz bu. Xuddi tegishli emas yoki teng emasga o'xshaydi-da. Endi mahrajda bo'lsa aniqlashni xohlaysiz, teng emas deb ketardingiz, o'shanga o'xshaydi. Endi tepada misol ishlab o'tirmaymiz, o'zlari ishlaydi 64 gacha bir xil ekan. Ma'nosini tushungan bo'lsak bo'ldi. 5665 ga qarang. 5665 ga qarang. Xo'p, tushunib ketyapsiz? Qarang, A to'plamida necha sonlar bor? Xo'p, 6 7 9, 6 7 9 orqasida 11 bilan nima bor ekan? 12 bor ekan. Endi aytayapti, to'plamning elementlar sonini toping. Elementlar sonidagi n A to'plamdagi elementlar sonini so'rayapti. To'g'rimi? Nechiga teng desa, sanasam bo'ldi chiqadi hozir. 1 2 3 4 5 ta. Demak nechta ekan? Shunchaki 5 ta ekan. Qaysi javob turibdi? C javob. Tushundingizmi? Ketdik. Tagida misollar o'ziga qoldiramiz. Xo'p, 5667 ga qarang. Bu yerda C to'plamida nimasini so'rayapti? Elementlar sonini so'rayapti. Sanab chiqish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 9 degan. Mana bu 8.3 degani bu. Narigisi 3.3 degan oxirgilari. Tushundingizmi? Nuqta virgul ajratib qo'ygan. Общий hisobda 9 ta sanasangiz. Bu nechta element bor bo'lsa 9 ta deb ketaverasiz. 67 larda. 5668 qarang. Tushunyapsizmi? 5668-savolga qarasangiz, bu yerda so'ragan narsasi bor ekan, ya'ni z bor, butun sonlar qismi bor ekan. Nimadan nimagacha? 0 dan boshlanganda plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 va hokazo ketdi bu yerda. Endi so'rayapti, shu yerda deyapti, n ning deyapti sonini topib bergin degan shart qo'yib qo'ygan. Nechta? Cheksiz, chunki mana 0 olinyapti. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus va hokazo cheksizga qarab ketyaptimi? Demak, bu yerda nechta bor desa, cheksizda. Chunki n degani soni degani. Son hech qachon manfiyga chiqmaydi. Demak, bu nima bo'lar ekan? Cheksiz bo'lar ekan. Qaysi javob turibdi? Smi? O'zimda o'ylab qarasam, cheksiz son bor-da. To'g'rimi? 5669 da m bilan n da nisbatini so'ragan. Qarang. M qanaqa sonlar? 5669 midi? 5669 ga qarang. Nima degan bu yerda? Yaxshilab e'tibor bersangiz, qu to'plam deyapti. Qu to'plam qanaqa variantda turibdi? M taqsim n da turibdi. Endi so'rayapti. Mana bu deyapti, agarda m tegishli bo'lsa n ga. N degani nima edi bizda? Natural sonlar. Endi n tegishli bo'lsa z ga. Bu butun sonlar degani. To'g'rimi? So'ragan narsasi n quvni so'rayapti. Nechta deyapti? Shunaqa qism to'plamlari bor deb qarang. N natural son, bu butun son. Mana bu misol uchun natural songa 1 olaman. Butun songa 1 olishim mumkinmi? Mumkin. Mana bunga misol uchun 2 olsam, bungachi 2. Misol uchun 1 olgan vaqtim bunga minus 1 olishim mumkinmi? 2 olsam minus 2 olishim mumkin. Mana bunga ham 2 ni ham minus 2 ni olaman. Chunki butunki bu. Qolgan son olishim mumkin, haqqim bor. Bu faqat natural. Misol uchun 1 oldimmi? Bunga nima olaman? Plus minus 1 olaman. 2 oldimmi? Plus minus 2 olaman. 3 oldim, plus minus 3 olaman. Hammasini nisbatini so'rayapti. Ya'ni m shunaqa son, n shunaqa son, bir-biriga bo'lgin deyapti. Bo'lsa mana bu qism to'plamlar soni kelib chiqaveradi, ichida elementlar kelib chiqadimi? Ya'ni mana bunga son tanlaysizda, mana bunga son tanlaysizdagi bir-biriga bo'lganingizda mana ichidagi elementlar kelib chiqaveradi mana bunga o'xshagan. Tushundingizmi? Nechta element bor? Cheksiz, ya'ni hammasi kiraveradi. Tushundingizmi? Hammasi kiraveradi. Bitta 0 yo'q ekan faqat, chunki natural songa 0 kirmaydi-da. Qolgan hammasi bor. Endi bitta 0 bo'lmadi degani son cheksizlikdan ayrilib qoldi degani emas, to'g'rimi? Barcha son nimaga qarab ketaveradi? Cheksizga qarab ketaveradi. Mana shuni tushunyapsiz? Nega cheksiz? Sana bo'lmaydi chunki nechtaligan. Juda ham ko'p degan, juda ham ko'p. 68 69 midi? Cheksiz qaysi javobda? Bitta javob turibdi degan. Mana shuni tushunyapsiz? Ketdik. Endi qolganlarini ishlab qo'yadi o'quvchilarimiz. Mana misol uchun 5670 da. 5670 da S degan bo'sh to'plam deb qo'ygan. Bo'sh to'plam ichida nechta elementi bor? 0 ta. Demak javob nima bo'ladi? Shunchaki 0 bo'ladi. Tushundingizmi? 5671. 5671. Bunga e'tibor berib turing, qarang. Ma'nosini tushunib ketamiz. A to'plam deyapti. Qanaqa holatda ekan? X deyapti, kichik yoki teng 10 dan degan. Endi x tegishli nimaga? Natural songa degan. So'ragan narsasi n dagi elementlar soni, ya'ni A to'plamdagi elementlar soni so'ragan. Qarang, x natural son ekan va 10 dan kichkina ekan. X natural son va 10 dan kichik, ya'ni 10 dan kichkina sonlar kirar ekan va natural son. Natural nechadan boshlanadi? 1, 2, 3 va hokazo 8, 9, 10 o'zi ham kirsin deyaptimi? 10 ham. Demak, nechta element bor shu yerda? Bu javob ham 10 bo'ladi. Tushundingizmi? Shuni sanab qo'ysangiz bo'ladi. Mana shuni tushunyapsizmi?
5672 ga qarang. 5672 ga e'tibor berib turing. Bu yerda A to'plam deyapti, ya'ni x katta nimadan? 10 dan ekan va x tegishli n ga, ya'ni natural son ekan bu ham. Endi so'ragan narsasi n a deyapti, ya'ni A to'plamdagi elementlar soni hisoblab bergan degan. Qarang. Natural son ekan. Natural son esa nechidan boshlanadi? Yo'q. Birdan boshlanadi, lekin bizning vaziyatimiz nechidan? 11 dan. 11, 12, 13 ketdi nechta? Cheksiz ketdi, nechtaligini bilmayman. Nechta desiz, faloncha desiz, ustiga bitta qo'shib qo'ying deymanda. Ketaverasiz. Demak bunga nima bo'lgan javobi? Shunchaki cheksiz bo'ladi. Tushundingizmi? Shunchaki cheksiz bo'ladi. Bizga to'g'ri 10 gacha bo'lgan qismi yo'qdir, bu degan, lekin son tugab qoldi degani emasda. 69 72 mi dedi? Cheksiz qancha javobda? C javob topdik. Ma'nosini tushunyapsizmi? Shunaqa. Xo'p, 5674 ga qarang. Endi 5674 dan boshlab mana shu ishlagan misollaringiz bor-ku, o'shani shunchaki teoriya qilib bergan. Ya'ni qanaqadir bitta qonuniyat asosida o'zingiz tuzib ishlashingiz kerak. 17 dan kichik bo'lgan barcha natural son to'plamini toping. Qarang, tuzamiz. A to'plam bor. A to'plam deyapti 17 dan kichik deyapti, to'g'rimi? X kichkina nimadan? 17 dan deyman. X kichik 17 dan deyman. Endi aytaydi, barcha natural sonlar to'plami. Barcha natural son o'zi x nimaga tegishli ekan? N ekan. Bo'ldi, misolni o'zim tuzaman. Mana 17 dan kichik bo'lgan va deyapti barcha hadlari natural son bo'lgan bitta to'plam. Savol, natural sondan boshlanar ekan. Xo'p, yaxshi, natural sondan boshlanar ekan. U nechidan boshlanadi? 1 dan. 1 2 3 ketdi, nechigacha? 15, 16 gacha keladi. To'g'rimi? 17 chi desa kirmaydi, chunki kichkina bo'lsin degan. Agar o'ziga ham teng bo'lsin deganda olardim. Demak, nechta ekan? Demak, mana bu yerda n deyman, ya'ni A to'plamidagi sonlar nechta ekan? Shunchaki 16 ga kirgizib qo'ysangiz yetadi. Tushundingizmi? Bo'ldi, shunaqa ketaverasiz. Qaysi javob turibdi? Dedami? Yechim D ekan. Juda ham oson, doğrusu qiynalmasdan ishlashga yordam beradi. Doskada qanaqa savol bor? Yozib oldik. Xo'p, keyingi savolga o'tdik. Qarang. 5677 da 23 dan kichik bo'lmagan degan. Demak, 23 qarang. A to'plam bor. 23 dan kichik bo'lmaslik kerak ekan. Demak, 23 dan nima ekan u? Mana desiz. X katta ekan 23 dan. Tushundingizmi? Ya'ni 23 dan kichik bo'lmagan deganicha x katta 23 dan deymiz. Barcha natural sonlar to'plamini toping. Ya'ni x nima ekan shunda? Bizda natural son ekanda, n ekan. Ya'ni natural son ketdik. Qaysi sonlar kiradi? Nechidan boshlanadi? 23 dan 24 bilan yana 25 bilan va hokazo ketdi. Oxiri yo'qda buni. Demak, nechta bor mana shu A to'plamdagi elementlar soni desa nima deysiz? Cheksiz deysiz. Ya'ni cheksiz borda. Chunki 24 dan boshlab nechida tugashi men ham bilmaymiz, siz ham bilmaysiz. Ketaveradi bu, dal shu qayergacha boradi. Tushundingizmi? Cheksiz ketadi. Shunaqa qoladi. Xo'p, 5678 damiz. 5678-savol. Xo'p, bu yerda vaziyat qanaqa? A to'plamda qanaqa elementlar bor? 6 bilan 11 bor ekan. To'g'rimi? B to'plamda qanaqa elementlar bor? B to'plamda. Xo'p, 11 bilan nechi? 6 mi nechi? 6 ekan, 11 bilan 6 ekan. Sodda narsa, hozir bitta tushunib olamiz, xudo xolasa. Xo'p, C to'plamda qanaqa? 11 bilan 6 bor ekan, yana 6 bilan 11 bor ekan. Xo'p, endi n deyapti. NA keyingisi. NB keyingisi. NC. To'g'rimi? NA, NB, NC larni taqqoslang degan. To'g'rimi? Taqqoslash degani mana bundagi elementlar sonini hisoblasam nechtaligini keyin taqqoslayman-da. Misol uchun mana bunda nechta element borsa cheksiz deysiz. Bunda nechta element borsa nechta deysiz? Mana deysiz 2 ta deysiz. Bunda nechta element bor? 2 ta deysiz. Bunda nechta element bor? 2 ta. 11 bitta. Bitta ekan. Mana qarang. 2 ta 11 bor degani 2 ta emas. 2 ta 6 bor degani aslida ikkalasi ham bitta bular. Shunchaki 2 tadan berilgan xolos. Tushundingizmi? 2 tadan berilgan xolos, lekin bu yerda nechta desa, har biri o'ziga alohida javob beradi-da. O'ziga alohida javob beradi. Tushundingizmi? Shu alohida javob beradi. Shunaqa. Endi nechta ekan shunda? Bunda 2 ta. Hammasi bir-biriga teng ekan. Teng degan javob bormi o'zi? Siz javob topding, o'sha siz javob bo'ladi. Tushundingizmi? Hozir bir-biriga son berishdan qat'iy nazar, misol uchun 3 bersa ham bitta element bor deyiladi. Shunaqa. Chunki bir xil hammasi. Qarang, element degani bir-biridan farq qilishga majbur. Bir-biridan farq qilmasa u element bo'lmaydi.
Misol uchun oddiy qarayman. Kimyoviy elementda 118 element bor, to'g'rimi? 118 ta shu Mendeleyev jadvalida 1869-yilda tuzilgan. O'shanda 118 ta element bo'lsa, elementlar hammasi bir-biridan farq qiladi. Masalan, vodorod, geliy, tiberiy, bor, uglet, azot, to'g'rimi? Hamma element bir-biridan farq qiladi. Hamma elementni atom massasi har xil, hamma elementni kimyoviy belgilanishi har xil, hamma elementni molekulyar massasi, hamma belgilanishi har xil. Ya'ni elementlar har xil. Misol uchun Mendeleyev ikkita kislorod kelib qoldi, misol uchun. Kislorod molekulyasi keldi. O2 degan. Endi u yerda atom holatda turadi, O shaklida turadi. Xo'p, O degan kislorod misol uchun, to'g'rimi? Ikkita kislorod berib qo'ygansiz nechta hisoblaysiz? Bitta. Chunki ikkita jadvalda adashib ketib qoldi ikkita. Ikkita yozib qo'ydi. Siz mana bu raschot chiqarayotganda, qanaqadir reaksiya tenglamasini yozayotgan vaqtingiz bitta yozasiz. Bitta kislorod deysiz. Tushundingizmi? Shuncha ketib qolgan xato deysizda, shunaqa. Bu ham shuncha ketib qolgan xato aslida ikkita element bor. Shuni tasavvur qilaveramiz. Ketdik, bu yerdan o'tib oldik. Endi 79 da shunaqa ishlab qo'yadi o'quvchilarimiz o'zlari. Tegishli emas, va hokazo, hokazo, hokazo. Misol uchun, birinchisida 3m ga tegishli deyapti. Misol, birinchi savolga qarang, 79 da. Ya'ni 3 degan element m ga tegishli degan. M da 3 degan element bormi? Bor bo'ldi, ha deymiz yoki yo'q deymiz. Tushundingizmi? Ajrab chiqish kerak. Oddiy narsalar. Xuddi mana bunaqa narsalar 6 tegishlimi A ga? 11 tegishlimi A ga? Misol uchun, hammasi tegishli. Misol uchun 5 yozib qo'ysam, aytdik, 5 B ga tegishlimi? Yo'q, chunki 5 faqat A ga tegishli bo'ladi-da. Tegishli bo'lsa hamda deymiz, yo'q bo'lsa ustini chizib qo'yamiz. Mana tegishli belgisi yo'q bo'lsa ustini chizsak javob chiqadi. Xo'p, keyingisi 5680 ni ko'ramiz. Qarang, 5680 da vaziyat qanaqa berilgan? B to'plam bor ekan. Nimasi bor ekan B to'plam? Qaysi elementlar? 2 bilan 5 bor ekan. Keyingisida yana bitta A to'plamda nimalar bor ekan? Hop, 1 2 3 4 5 6 ekan. 1 bor ekan, 2 bor ekan, 3 bor ekan, 4 bor ekan, 5 bor ekan, 6 bor ekan. Endi A to'plamda shular bor, B to'plamda shular bor. To'plamning qism to'plamini toping degan. B to'plam bo'lsa degan, to'plamning qism to'plamini toping. Ya'ni to'plamlar orasida qism to'plam topishimiz kerak. Qarang. Mana shu 2 bilan 5 qaysi to'plamning ichida turibdi? Mana 2 bilan 5 B to'plam A to'plam ichida turibdi. Hozir A to'plam elementlar yozib bering desam, 1 2 3 alohida yozdingiz-ku, yozib ko'rdik qism to'plamlar sonini. Endi 2 bilan 5 ichida qatnashib qoladimi? Bu yerda qism to'plamini toping. Demak, mana bu B degan to'plam, mana buning bitta nimasi? Qism to'plam belgilanishi. Ya'ni B to'plam A to'plamning qism to'plami. Tushundingizmi? Bormi shunaqa holati? B to'plam A to'plamning qism to'plami. B job degan. Tushundingizmi? Ya'ni ichida mana shu 2 bilan 5 degan son turibdi-da. Demak, aslida buni ichida joylashgan. Tushundingizmi? Prosta bitta qismini shuni ajratib olganman, xolos. Yaxshi. Shunaqa chiqamiz. Xo'p, keyingilari, misol uchun 5681 ga ham ko'rib ketaylik. 5681. Bu ham aslida shunaqa savol, lekin mana ko'ramiz. Yaxshiroq tushunish uchun. Sizda qanaqa elementlar bor? 3 bor ekan, yana 8 bor ekan, yana 6 mi? 6 bor ekan. Endi D da qanaqa elementlar bor? 1 2 3 4 5 6 mi? 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4 bor, 5 bor, 6 bor ekan. Endi aytayapti, to'plamning qism to'plami emas, nima degan? To'plami emasni toping. Savolga tushunmadik. C to'plam bor ekan, D to'plam bor ekan. To'plamning qism to'plami emasni toping. Nima degani? Qism to'plami emasni toping degan. Kirmaydi ichiga degan ma'no. Ha, ya'ni qism to'plami emasligini toping degan bo'lsa kerak. Ya'ni C to'plam, D to'plam qism to'plami emasligini isbotlang. Agar haqiqatan shunaqami degan ma'noda so'rayapti shekilli. Qarang. Oddiygina o'zimiz o'ylaymiz. 3 bormi? Bor. 6 bormi? Lekin nima yo'q? 8. Mana shu bitta yo'qlik buni ichidan chiqarib tashlaydi. Ya'ni aslida buni ichidan olmagan ekan, ya'ni boshqasidan olgan. Boshqa qanaqadir bitta F degan to'plam turibdi-da, ichida 8 degan son ham bor-da. Aslida bu C bundan olmagan bu narsa. U narigi to'plamdan olgan. Tushundingizmi? Chunki ichida nima kelib qoldi? 8 deb bu yerda begona-ku narsa. 3 ga 5 ni qo'shib 8 chiqara olmayman. To'g'rimi? Bu yerda. Demak, mana bu aslida bu to'plam boshqa begona to'plamdan olgan. Demak, mana bu yerda o'zidan C to'plam tegishli emas-da. Nimaga? D ga. Bu pus tegishli emas. Bormi o'zi? C javob turibdi degan. Tushundingizmi? Ya'ni nega tegishli emas desa nima deyman? Chunki C to'plam ichidagi 8 aslida boshqa joydan kelib chiqqan. D to'plamdan olmagan, boshqa joydan olgan 8 chunki u yerda bo'lganda, shuning uchun mana bu 6 bilan 3 ni o'sha yerdan terib olgan.
Bittasi bo'lmay qolsa ham bo'lmay qolaveradi-da. Ya'ni mohiyatiga to'g'ri kelmay qolganicha atmay qo'yaverasiz. Tushundingizmi? O'shandan chiqib ketaverasiz. 82, 83, 84 bir xil savol. O'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. Xo'p. Endi mana bu yerda qarang, 85 da ham D to'plam bor, B to'plam bor, E to'plam bor, to'g'rimi? 3 talga uchun berib o'tilgan-ku. 3 talga uchun berib o'tgan holatda, misol uchun D to'plam elementlari E da bormi? B to'plam elementlari D da bormi? Yo'qsa B to'plam elementlari E da bor. Bittala solishtirib chiqish kerak. Tushundingizmi? Mana bunga o'xshab qarab chiqish kerak. Mana buni element bunda bormi, yo'qmi? Buni element bunda bormi, yo'qmi? Agar bittasi yo'q bo'lib qolsa, tegishli emas chiqib ketaveradi. O'shanaqa qilib 5685 gacha bittala saralab chiqish kerak. Ya'ni ha bor, ha yo'q, ha bor, ha yo'q qilib chiqish kerak. Tushundingizmi? Menimcha qiyinlik tug'dirmaydi. D bilan B ni Y ni ichidan solishtirib chiqish kerak bo'ldi. Yoki B bilan D ni ham o'zaro solishtirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Tushundingizmi? Ishlab qo'yamiz shu joygacha. Hop 5686 damiz. 5686 da. Endi 5686 da qarang. S to'plam bor ekan. S to'plamda qaysi elementlar turibdi? 1 bor ekan, 2 bor ekan, 3 bor ekan. Ya'ni S to'plami 3 ta elementi bor ekan. Qism to'plamlari nechta degan? Boya o'rgandik. Qism to'plami 2 ni nimasi bilan hisoblanadi dedim? N ismini isbotini ham ko'rdik. Mana bittalab yozib chiqqan isbotini ham ko'rdik. Demak, n nechta ekan? S da nechta element bor? Demak, 3 ta ekan. Demak, 3 ni yerga shuni keltirib nima qilamiz? Qo'yamiz. Keltirib qo'ysak, 2 nechinchisi bo'ladi? 3-inchisi nimaga teng? 8 ga teng. Demak, o'sha yerda 8 ta element bor ekan. Tushundingizmi? Qaysi javob turibdi? A javob turibdi. Savol, endi qo'shimcha savol tuzib kelamiz. Mana shu yerda xosmas bo'lgan to'plamlar soni nechta? Xoslari 2 ta bo'lsa 8 ga dan 6 demi? Xosmasi 6 ta. Xosi nechta? 2 ta bo'ladi. Demak, hammasini qo'shib olsangiz, ichida nechta chiqadi? 8 ta chiqadi. Xoslari qaysi? 1, 2, 3 va bo'sh to'plam. O'shanga tegishli edi, ya'ni holat hammasi. Tushundingizmi? Yaxshi yozib oldik. Xo'p, keyingi savolga o'tdik. 87 o'xshaydi, bir xil hozirgi holat. Bitta sanaymizda hech qasib qo'yamiz. Sanaylik shuni 1 2 3 4 tami, 2 4-inchisi bo'lar ekanda, 16 deganda 87 da. Xo'p, 5600 keyingisi 88. Aslida buni ham ko'rmoqchi emas edik. Mayli, endi bitta teoriya bilan berib ketgan. 5 ta elementli degan. Qanaqadir bitta A degan to'plam borda, o'shaning elementlar soni nechta ekan? 5 ta ekan. 5 ta elementli bor ekan o'sha A degan to'plam. Xo'p, 5 ta elementli to'plamning qism to'plamlari nechta? Ya'ni 2 ni nimasi bilan hisobladik? N'inchisi bilan hisobladik. 2 ni n'inchisi degani 5 bo'lsa, mana bu yerda keltirib qo'yamiz bu yerga. 5-inchisi, 2 ni 5-inchisi 32. Demak, 32 ta o'shanaqa qism to'plamlari bor. Tushundingizmi? C javobni qaysi turibdi? Yechim C bo'lar ekan. Ma'nosi tushunyapsizmi? Yaxshi. Keyingi holatga o'tamiz. Endi 5689 ga qarang. 5689 da nima holat bergan? Bu yerda A da ingliz tili harflari deb yozilgan ekan. A da ingliz tili harflari. Ingliz tili harflari. Nechta harf bor? 28 dan. 28 ta. C-dachi? Unli harflar. Unli harflar ekan. Unli harflar, u bilamiz. 6 ta donami? Unli harflar. Unli harflar. Endi qarang. Ingliz tili harflari degan bitta A to'plam turibdi. Ichida A, B, C, D, F, A, B, C, D hammasi bor ichida. Ya'ni ingliz tili harflarining ichida hammasi turibdi. Endi ichida unli harflar bor. Qanaqadir misol uchun E bor yoki A bor, E bor, I bor, O bor, misol uchun va hokazolar. Ya'ni unli harflar bor. Ya'ni talaffuz qilgan to'sqi uchramaydigan harflar deyilarmidi? O'sha unli harflar. Endi unli harflar to'plami uchun qaysi tasdiq to'g'ri degan. Ya'ni nima demoqchi bizga? Qaysini ichida demoqchi. Tushundingizmi? Qaysini ichida. Demak, mana bu S to'plam ichidagi unli harfi bor 6 dona. Buni chekirib ketib qoladi-da. Ya'ni ingliz tili harflar to'plami bor 28 29 harfdan iborat bo'lgan to'plam turibdi qo'lingizda. Mana bu unli harflar bor yo'q 6 donami, bu buning ichiga kirib oladi-da. Chunki ichida bor, unda ham qatnashgan. Demak, mana shu S to'plam tegishli, ya'ni qism to'plami A to'plamda. Ya'ni S to'plam A to'plamining qism to'plami. Bo'ldi. S to'plam qism to'plam qaysi javob turibdi? B da turibdi ekan. Tushundingizmi? Bu shunchaki. Bunga tegishlimi? Tegishli. Ichidami? Ichida. Olib ketaveramiz. Xo'p, 90 mulohaza qilib qo'yamiz o'zimiz. Xo'p, keyingisi 5691. 5691 ga qaraymiz. Bu ham juda ham ajoyib, oddiy savol. A to'plamda x degan elementlariga nisbatan aytilayotgandagi 3 dan kichkina x degan
katta nima? 3 dan katta x kichkina 10 dan deganda x qanaqa son deb qo'ygan? X butun son degan. Z degan butun son degan. Butun son degan. Endi to'plamning elementlari to'liq yozilgan javob toping. Qarang. Shunaqangi to'plam bor ekan, bu to'plam A to'plami ekan va uning elementlari butun sondan iborat ekan. Eng kamiga 3 bilan 10 ning orasida ekan, boshqa sonlar kirmaydi ekan. Demak, nechidan boshlanadi? 4, 5, 6, 7, 8, 9 bo'ladi. Hattoki 10 ham bo'lmaydi ekanda bu. Chunki 10 dan kichkina degan. Shunisi. 10 bilan teng yoki kichik. Ha, aytdi teng belgisi bor ekan. Demak, 10 deb olib qo'yamiz. Belgida 10 bor ekan. Demak, 10 dan nima qilamiz? Kirib qo'yamiz. Noqonuniy tenglik turibdi ekanda. Xo'p, qaysi javob? B mi? 4 dan boshlab 10 da tugash kerak-da. 4 dan boshlab 10 da tugagan javob, orasiga tushib qolmagani ham kerak. Xo'p, B javob to'g'ri. O'sha. D da ham 4 dan boshlab 10 gacha yozib qo'ygan. Sekin 8 tashib ketdi-da. Xo'p, 92, 90 ushlab bir xil, 94 ham xuddi shunaqa narsa. O'zi aslida Yaxshiyam ko'raylik. 94 yana bitta xulosa qilib olish uchun 5694. Mana shunaqa keyin savollarni o'zimiz qoldirib ketaveramiz. Endi bularni orasidan sanab chiqazib qo'yish muammoli joyi yo'q. Ishlab qo'ya olamiz. Endi A to'plamda x ni qarasak, hop, -3 dan katta yoki teng x, kichik yoki teng nimadan? 1 dan. X tegishli nimaga? Butun sonlar to'plamiga. To'g'rimi? To'plamning elementini to'liq yozgan javob toping. Bo'ldi. Demak, A to'plamda qanaqa elementlar bor deb so'rasam, -3 da aytasiz, keyin -2 ni aytasiz, -1 da aytasiz, 0 da aytasiz, 1 da aytasiz-da. Chunki o'zlari ham kirish haqqi bor-da. Bu qaysi javob turibdi? -3, -2, -1, 0 va 1 degan javob B javobmi? Adashmasak, shu B javobda yechim bor ekan. To'g'ri? Faqat. Xo'p, shu holat. Endi quyida to'plam qaysi bir chekli degan. Qarang, chekli degani nima degani? Orasida sonlari chekli berilib qolgan bo'lishi kerak. Ya'ni qaysi ma'noda? Cheklanish kerak-da. Ya'ni ko'p cheksiz bo'lmasligi kerak. Shuni bittasini ishlaymizda 96, 97, 98 o'xshaydi ekan. Keyin qolgan xulosa qilib bo'ladimi? Bittasini ko'ramiz. 5695 birinchi tushib ketdi. Shuni ko'rib o'taylik. Qarang, savolda nima so'ragan? 5695 da quyidagilardan qaysi biri chekli? Xo'p, cheklisi bir gap bo'ladi. A ni topaylik birinchi. A to'plam deganda, xo'p, qanaqa elementlar bor ekan? -2 kichik yoki teng x, kichik yoki teng nimadan? 1 dan. Xo'p, x tegishli nimaga? Z ga. Endi qarang, qaysi bir chekli degan. Endi bitta savol mohiyatini tushunib olaylik. Mana bu z butun son bu, butun son degan. Endi butun son bo'lgandan keyin a qaysilarni oladi? -2 ni oladi, -1 ni oladi, 0 ni oladi, 1 ni oladi. Boshqa son ola olmaydi-ku. Ya'ni -2 ni olish mumkin, -1 ni olish mumkin, 0 ni olish mumkin, 1 ni olish mumkin, boshqa son ola olmaydimi? Demak, nechta element bor shuni? Bor yo'g'i 4 ta dona element bormi? Cheklanganmi, cheklanmaganmi? Cheklangan. Bu prosta cheklangan. Chunki 4 tadan oshiq ola olmaydi. Cheklanib qolgan. 3 ta, 2 ta, bitta olishi mumkin. Olmasligi mumkin, bo'sh to'plam bo'lishi mumkin. Qism to'plam holatida. Lekin 4 dona element bor xolos. Ya'ni undan cheksiz emas-da. Tushundingizmi? Bu javob shu ekan o'zi. Bizda cheklini so'raganmidi? Quyida to'plam qaysi bir chekli degan va javob bilan. Chunki cheklida bu 4 dona bor yo'q. Qolgan tekshirib o'tirmaymiz. Qolganini tekshirmaymiz, qarang. Biz javob nega xato deyapmiz? Ratsional son deyapti. Bu ratsional sonlarimiz qanaqa sonlar kiradi? Kasr holatda yozish mumkin bo'lgan sonlarda. Misol uchun, -2 bilan 1 o'rtasida nima bor? -1 bormi? -1 da xohlasangiz -100 taqsim 100, -200 taqsim 200, -1000 taqsim 1000 yozaverasiz-da. Ya'ni kasrda xohlagancha o'zgartirib tashlasangiz bo'ladi. Keyingisi S deb butun ratsional sonlar, to'g'rimi? Butun sonlar, ya'ni x katta yoki teng 5 dan deyapti-ku, 5 dan katta nechta son bor? Cheksiz son bor. D da misol uchun ratsional kasr degani, to'g'rimi? Q, ya'ni ratsional kasr holat bo'lishi kerak. 0 bilan 1 o'rtasida nechta kasr bor? 0.10 dan 1 degan misol uchun son bor, 0 bilan 1 o'rtasida. 0.10 dan 1 ni o'zi 1 taqsim nima? 10 ga teng yoki 10 taqsim 100 ga teng yoki 100 taqsim 1000 ga teng. Kasrni cheksiz yoza olishimiz mumkin. Mana bu joyda butun sonli qism bor yo'g'i 4 dona, ya'ni cheklangan holatda turibdi. Shuning uchun qolgani o'zi avtomatik javob chiqib ketib qoladi. To'g'ri javob topa oldingizmi? Qolganini ustini chizib qo'yamiz. 96 ni ko'rdik. Ozroq mulohaza ham qilib qo'ydik qolganlar xatoligi haqida. 96, 95 ni ko'rdik. 96, 97, 98 savol shunga o'xshaydi. Shunga qarab mulohaza qilib ishlab qo'yaverasizlar. Qiyinchilik tug'dirmaydi. 5699 damiz. Mana bu qiyin emas, ishlab qo'ya olamiz.
Shunga o'xshab mulohaza qilishgan, cheklisini so'ragan, cheksizini so'ragan. Sonlardan o'qiga qaraymiz, nechta son borligiga qarab ajratib tashlayveramiz. 5699 da minus 100 dan katta, qarang, minus 100 dan katta ekan. Minus qanaqadir a degan to'plam, Xo'p, o'sha x elementi deb qaraylik. X elementi nimadan katta? Minus 100 dan katta. Minus 100 dan katta o'sha x kichkina 100 dan kichik bo'lgan mana. Minus 100 dan katta hamda 100 dan kichik bo'lgan. 100 dan kichik bo'lgan. Nima 100 dan nima ekan? Kichkina ekan. 100 dan kichik bo'lgan barcha butun sonlar to'plami qaysi javobda o'z ifodasini topadi? Barcha butun sonlar. X butun son degan z deganimi? Z degan butun son degan. Mana shu holatda. Xo'p, lekin javoblar xato berdi, to'g'rimi? Qarang. 5699 da minus 100 dan katta. Minus 100 dan katta degani x katta nimada? Minus 100 dan hamda degan 100 dan kichik bo'lgan. 100 dan kichik bo'lgan barcha butun sonlar to'plami qaysi javobda o'z ifodasini ko'rsatilgan degan. Mana shu holatda javoblar xato. Bironta javobni bering. Javobda noqat'iy tengsizlik berib ketgan, ko'rdingizmi? Javoblar xato ketib qolgan. Endi qarang, javoblarni mayli, javoblariga moslashtiramiz, savolni o'zgartiramiz ozgina. Minus 100 dan katta, minus 100 dan aniq katta bo'lgan hamda 100 dan kichik yoki teng bo'lgan deyish mumkin. 100 dan kichik yoki teng bo'lgan. Mana 100 dan kichik bo'lishi kerak yoki 100 ga teng bo'lsa mumkin. Desa, qaysi bir javob to'g'ri kelib qolar endi? Unda a javob kelar ekan. Endi adashmasam orqasidan javobini a deb ketgan, chunki oldin o'quvchilarni a deb belgilab ketgan ekanmiz. Nega? Chunki javoblaridan faqat savobni o'zgartiradi. Agar o'zini holat bo'yicha ishlasangiz, mana bu holat bo'ladi. Javoblar tushmaydi, xato bo'lib qoladi. Lekin savolni o'zgartirsak, 100 dan kichik bo'lgan barcha degan 100 dan kichik va 100 ga teng bo'lganda barchasini o'qiyman. Shunda a javob chiqadi. Tushundingizmi? Butun son to'plami qaysi javobda o'z ifodasini topgan a javob bo'ladi shunda. Ma'nosini tushunyapsizmi? Bo'ldi. O'zi oddiy qarasangizlar, minus 100 dan katta, 100 dan kichik degandan keyin o'zlari kirmaydi. Shunaqa. Boshqa savol bormi? O'zib oldik. Xo'p, keyingi misolga o'tdik. 5701 ekan, qarang. 2 dan katta yoki teng degan. 2 dan katta yoki teng. Ya'ni qanaqadir a to'plami bor qo'lingizda. A to'plami elementlari x dan iborat va u deyapti 2 dan katta yoki teng. Demak, 2 dan katta yoki teng x, to'g'rimi? 3 dan kichik yoki teng. 3 dan kichik yoki teng ekan 3 dan. Tushundingizmi mana? 2 dan kichik yoki 2 dan katta yoki teng, 3 dan kichik yoki teng. Bo'lgan barcha ratsional sonlar to'plami qaysi javobda o'z ifodasini topadi? Ratsional degani qu degandi. Ratsional kasr ko'rinishi yozish mumkin bo'lgan sonlar. Ya'ni x tegishli nimaga? Q'ga. Shuna variant topganmiz endi. A degan tegishli x kichkina 2 dan va hokazo 3 oralig'ida va q. Qaysi javob ekan? C variant turibdi ekan. Shuni o'zi ekan-a? Birga bir turibdi ekan. Yaxshi, keyingisi. Xo'p, keyingilar qism to'plamiga tegishlimi, tegishli emasmi deb yozib so'ragan. 5000 5003 ga o'xshagan savollar va boshqa savollarni ko'rdik. Ya'ni buni orasida sonlar topib chiqish kerak. Qaysiga tegishli yoki qaysiga tegishli emasligini ifodalab qo'yish kerak. Tushundingizmi? Mana, misol uchun 5003 da qaysi to'plam, qaysi d ga qaysi sonlar to'g'ri keladi? 3 4 5 6 7 8 9 to'g'ri keladimi? B gacha 0 1 2 3 va hokazo to'g'ri keladi, to'g'rimi? Demak, d to'plam b to'plam ichida yotdi ekanda. Chunki d to'plam elementlari b to'plam ichida turibdi hammasi. Demak, d javob bo'ladi. Bizda qaysi bir tasdiq to'g'ri degan ekan-a? To'g'ri degan ekan. To'g'ri desak, d bni ichida. Bo'ladimi, bo'lmaydi? Ichida emas ekan. Qaysi tasdiq to'g'ri degan. Xo'p. D, qarang, d yo'q, d q ekan. Xato qilibmiz. Qarang, bunda r ku ratsional son, bittasida irratsional sonlar deb qo'ygan. Ikkalasi to'g'ri kelmaydi, d bo'ladi. Ya'ni d buni ichida emas bo'ladi. Chunki d dagi elementlar soniga e'tibor bersangiz, q degan tegishli nimaga degan? Ratsional songa deb qo'ygan. Tushundingizmi? Ratsional sonning bittasi ratsional sonni so'rab qo'ygan. Bittasi qanaqa sonni so'ragan? Irratsional sonni so'ragan. Ikkalasi ikki xil dunyoda. Ya'ni tegishli emas bo'ladi. Chunki bittasidagi kasr sonni, bittasida ilizli sonni ketyapti-da. Qanaqa bir-biriga bog'lash mumkin? Iloji yo'q. Endi d tegishli emas nimaga? B ga bo'ladi. D javob to'g'ri. Chunki bittasi kasr, bittasi irratsional son ketyapti, ikkalasi bir-biriga bog'lab bo'lmaydi. Ya'ni o'xshashlik yo'q demoqchiman-da.
Xo'p, 5704 ga qarang. 5704 da nimani so'rayapti bu yerda? 5704 da so'ragan narsasiga e'tibor beramiz. Endi S to'plamda qanaqa elementlar bor? X bor ekanda, 0 dan kichik 0 dan kattaroq degan x, kichikroq degan 5 dan deganda va x tegishli qanaqa sonlarga? Butun sonlarga. To'g'rimi? Xo'p, men qism to'plamlari nechta degan? Qism to'plam. Avval qism to'plamlar sonini topishim uchun men qaysi elementlar borligini topishim kerak. 0 bor, 1 bor, 2 bor, 3 bor, 4 bor va 5 bor. To'g'rimi? Mana shu nechta element bor? 6 ta. Endi qism to'plamlar soni 2 ni n-inchisi bilan hisoblanadi. To'g'rimi? Demak, mana bu yerda necha kelib turadi? 6 keladi. Demak, 2 ni 6-inchisi nimaga teng? 64 ekan. Qaysi javob turibdi? Ajoyib. Bo'ldi, yechim A ekan. Tushundingizmi? Shunday ketaverasiz. Xo'p, 5704, 5, 6, bir xil hammasi. To'plam nechta qism to'plamlari mavjud degan hokazo. Misol uchun oraliqdan sanab chiqib ketaverishga 5707 ga qaraylik. 5707-savolda. Nimani so'ragan? X degan, ya'ni x to'plam demoqchi bo'lgan menimcha. X degan qanaqadir bitta A to'plam deylik. A to'plamda x degan element bor va x nimaga tegishli ekan? Natural songa tegishli. Va degan x ning kvadrati kichkina 21 dan degan. To'g'rimi? X degan va hokazo degan kichkina 21 degan to'plam nechta qism to'plamlar mavjud? Demak, birinchisini topishim kerak. Natural songa birdan boshlanadimi? Demak, A to'plamda qanaqa element bor? 1 bor, 2 bor, 3 bor. 3 ning kvadrati 9 ku 21 dan kichkinada. 4 bor, 4 ning kvadrati 16, 21 dan kichkina. 5 bor, to'g'rimi? 5 25 bundan kichkinami? Kirmaydi, demak chiqib ketadi. Qayergacha ekan? 4 gacha. Nega 5 to'maning? Chunki 5 ning kvadrati keladi bu yerga. 5 kvadrat 25 21 dan nima kichkinami? Xato bo'lib qoladi. 5 kirmaydi. Bitta 2 3 4 ta dona element bor ekan. To'g'rimi? Demak, so'ragan narsasi nima? Nechta qism to'plamlar mavjud? Qism to'plam degan 2 ning nimasi? N-inchisi. Demak, 4 tani olib kelib bu yerga qo'yadigan bo'lsak, 2 ning 4-inchisi bo'lib qoladimi? 2 ning 4-inchisi nimaga teng? 16 ga teng. 16 ta bo'lar ekan. Qaysi javob turibdi? B javob chiqargan. Tushunyapsizmi ma'nosini? Yaxshi. Xo'p, 5708, 5709 ham kopiya, bir xil. Ya'ni ularda xuddi shunaqa son tanlab qo'yish kerak-da, o'rniga to'g'ri keladi, kelmaydi deb turib, mana bundan kichik, mana bundan katta deb ajratib chiqish kerak. Eplay olamiz. Bo'ldi, davom ettiramiz. Endi shunday ajratish mumkin degan. Xo'p, qarang. Endi nima holat bor? 5710 da ekanmiz. 5710 da. 5710-savolga qarasangiz, so'ragan narsasi, bu yerda A qanaqadir to'plam deb qarasak, va uni x elementi borda, bu x nima ekan? Nimaga tegishli? Natural songa tegishli ekan. To'g'rimi? Natural songa tegishli. Endi -2 dan katta x kichik yoki teng 5 danmi? 5 dan. Endi savol, bu qaysi sonlar kiradi shu oraliqqa? 5 ko'rinmay qoldi. Ha, 5 ko'rinmayapti. Demak, mana bu yerda 5 ham bor. Mana bu yerda shu yo'sin ko'rinadimi? Ko'rinmaydi. Ozroq siljitar ekanmiz, qarang. Mana shu yerda 5 ham bor hozir, chunki -2 oralig'ida -2 bilan 5 orasida degan. Xo'p, -2 dan katta x, to'g'rimi? Kichkina nimadan? Kichik yoki teng 5 dan ko'rinadi. Bo'ldi. Endi mabodo ko'rinmay qolsa 5710 savolni ishlayapmiz. Xo'p, demak shu oraliqda ekan. Shu oraliqdagi -2, 5 to'plamlar nechta usul bilan ikkita kesishmaydigan qism to'plamini ajratish mumkin? Avval biz o'zini topib olaylik. Qaysi sonlar bor? Natural son degan ekan. Natural son nechadan boshlanadi? 1 dan boshlab 1 ketadi, 2 ketadi, 3 ketadi, 4 ketadi, 5 cha ketadi. 5 ta bor ekan o'zi. To'g'rimi? 5 ta bor ekan. Endi 5 ta bo'lsa, so'ragan narsasini qarang. Xo'p, to'plamni degan nechta usul bilan ikkita kesishmaydigan qism to'plamini ajratish mumkin? Xo'p, kesishmaydigan qism to'plamlarning sonini topishimiz uchun nima holat ishlatamiz? Xo'p, endi bu yerda tepasiga anosiga qarang, tushuntirib berayotgan joyiga e'tibor berib turing. Misol uchun -3 bir oralida tepada so'ragan, xuddi shunaqa savol adashmasam. To'g'rimi? So'ragan. Endi bu yerda
oralig'idagi sonlar topib chiqqan, ya'ni shu oralig'da sonlar kirgan deganda 16 dan deb qo'ygan. Xo'p, endi hop 1 2 3 4 5 ta bo'lsa, bitta kamroq olar ekanmiz, xolos. Bo'ldi. Qarang, mana bunaqa narsa. Nechta usul bilan deyapti-ku? Ya'ni 2 darajasida n-1 formula bilan chiqamiz vaziyatdan demoqchi-da. Formula bilan chiqamiz deyapti. Nega unaqa? Misol uchun nechta element bor shuni? 5 ta. To'g'rimi? 5 ta elementi bor. Endi 5 ta elementi bo'ladigan bo'lsa, keltirib qo'ysam bo'ladimi? 5 ayiraman 1 ni. 2 nimasi bo'ladi? 4-chi. Bu bizda 16 ta ekan. Demak, elementlar soni 16 ta chiqadi. Ya'ni 16 usul bor ekan demoqchimiz-da. Qaysi javob to'g'ri keladi? B javob tushadi. Tepasida ham tushuncha berib o'tgan. Bir agar mabodo yodimizdan chiqib qolgan bo'lsa, qarab esla olsak bo'ladi formulasi. Keyingisi ham xuddi shunaqa. Ya'ni 5711 da ham shunaqa ajratib chiqish kerak-da, sanab qo'yish kerak. 5712 da ham shunaqa. Ya'ni 5712 ni ko'raylik, shu bilan keyingi etapga o'tamiz. 5712 da yaxshilab e'tibor berib turgan bo'lsak, xo'p, A to'plamini to'g'ridan-to'g'ri yozib ketaveray, rozimisiz? Qaysi elementlar kiradi? Mana natural son degan -4 dan katta bo'lsin degan va 5 dan kichkina bo'lsin degan. Bu degani 1 bor ichida, 2 bor, 3 bor, keyin nima bor? 4 bor. 5 kirmaydi, chunki 5 dan kichkina, -4 dan katta natural sonlar degan. To'plamini nechta usul bilan ikkita kesishmaydigan qism to'plamini ajratish mumkin. Demak, nechta elementi bor? 4 ta dona elementi bor, buni bilaman. Demak, 2 ni n-1 formula ishlatishim kerakmi? Mana formulani ishlatishim kerak. Demak, n o'rniga keltirib qo'yamiz mana bu yerga. Bu n soni. Mana bu n. Xo'p, demak, 2 darajasida n o'rniga 4 - 1 ketar ekanda, 2 ni 3-inchisi bilan bu nimaga teng? 8 ga teng. Demak, 8 ta dona ekan. Tushundingizmi? 8 qaysi javobda? A javob. Mana shuni topib ko'rsak bo'ladi. Murakkab emas-a? Demak, qism to'plamlari sonini so'rasa 2 darajasi n bilan chiqamiz. Agar kesishmaydigan qism to'plamlari sonini topish va kesishmaydigan qism to'plamlari sonini so'raydigan bo'lsa nima qilar ekanmiz? 2 darajasida n-1 bilan topib ketaveramiz. Tushundingizmi? Boshqa savol bormi? Yozib oldik. Xo'p, navbatdagi savollarga o'tdik. Bu savollarni biz mavzu tushuntirishda ko'rib o'tdik. Bittasi birlashma, bittasi kesishma haqida so'raydi, to'g'rimi? Endi 5713 da A to'plam elementlari yozib qo'ydik. 6 7 9 11 12, B to'plam 5 8 10 13 9 to'plamlardan iborat. A to'plam bilan B to'plam kesishmasini so'rayapti, to'g'rimi? Kesishma, ya'ni kesishma degani ikkita usulni ko'rdik. Boya Venn diagrammasida ham ko'rdik va oddiy holatda ham ko'rdik. Kesishma degani ikkalasidan borini olishim kerak, to'g'rimi? Ikkalasida bori. 6 ikkalasida bormi? Yo'q, 7chi. Yo'q, 9chi. Ikkalasida 9 bor. Yana 11chi. Yo'q, 12chi. Bittadan 9 ekan o'zi. To'g'rimi? 6 yo'q, 7 yo'q, 9 bor. Oldim 11 12 bo'ldi, bittadan 9 ekan. Kesishmasi bittadan 9 bo'lar ekan. Qaysi javob tushadi shunda? B javob bo'lgan ekan. Tushundingizmi? Bu mana topib qo'yish kerak, shuni so'rayapti. Keyingisida 17 da birlashmasini so'raydi. Birlashma degani hammasini olishing kerak degan, to'g'rimi? Ya'ni birlashmasi degani hammasini olamiz. Eng kichkinasidan boshlaylik, keling. 5 ekan eng kichkinasi, keyingisi 6 ekan, keyingisi 7 ekan, keyingisi 8 yo'q-ku. Ha, 8 bor ekan, pastda 8 bor ekan, keyingisi 9 bor ekan, keyingisi 10 bor ekan va 11 bor ekan, 12 bor ekan, 13 bor ekan, bo'ldi? 13 ekan. Demak, 5 6 7 8 9, 13 gacha bo'lgan raqamlar ketma-ket ekanda. Qaysi javob to'g'ri keladi bunda? Xo'p, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adashmasak, D to'g'ri keladi. 12 chiqib qolgan ekan tepada. D mukammal hammasi bor ekan. Bo'ldi, tushundingmi? Shuni topib qo'ysak bo'ladi. Endi mabodo bunda sonini so'rasa, ya'ni A to'plam bilan B to'plam elementlari soni nechta deydigan bo'lsa, nechta element bor? Bitta bo'ladi-da. 9 o'zi bor chunki. Bir dona bo'ladi. Endi C to'plam bilan D to'plam birlashmasi elementlar sonini so'raydigan bo'lsa, sanab qo'yish kerak. Nechta chiqadi? 13 dan 5 ta 1 da qo'shib qo'ying chiqadi. Mana 13 dan 5 ta siz necha? 8 mi? 9 bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Arifmet progressiyada, ya'ni oxirdan boshini ayirib 1 da qo'shib qo'yasizlar. Chunki D ni D 1 ga teng-ku. Shunaqa holatdan chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi shu mabodo shunaqa so'rab qo'ysa, 19 ga qarang. 19 da to'plamlar uchun degan ikkalasini kesishmasini topib, keyin xuddi mana shunaqa sonini topib qo'yish kerak ekan. Sonini topishni o'rganib oldik. Bizga oldin tanish edi. Endi kesishmas degan ikkalasida borini topishim kerakmi? Ikkalasida bori qaysi? 6chi bor ekan 6. Keyingisi 7 ikkalasida bor, 8 ikkalasida bor, 8 yo'q ekan. 9 bor ekan ikkalasida bor. Yana bo'ldimi? Qarang. Tepada 6 pastda bor, 7 pastda bor, 8 yo'q, 9 bor, 11 12 tepada bor, pastda. Demak, bu nechta ekan?
Bitta 2 3 ekan, demak so'ragan narsasi 3 ta dona bo'lar ekan. Agar mana shu ikkalasini elementlar sonini qism to'plamlar soni desa nechta deymiz? Hop, nechta qaysi javob bo'ldi bu? Shu belgilab qo'ydi. 5719 da 3 ta degan javob A javobmi? A javob bo'ldi. Endi qarang, savol tugadi. Qo'shimcha savol so'rayapmiz. Mana shu ikkalasini kesishmasini qism to'plamlar sonini so'rasa 2 darajasida n. Ya'ni 2 nimasi bo'ladi? 3-chi. Shunchaki 8 ta deb qo'yasiz. Agarda qism to'plamlari bo'lmaganlarning sonini so'rasa n-1. To'g'rimi? Boya o'rgandik-ku. Ya'ni 2 darajasida 3 minus 1 bo'ladi-da, 2 nimasi keladi? Kvadrat 4 ta dona bo'ladi shunda. Tushundingizmi? Shunaqa qilib, so'ragan narsasi mabodo qo'shimcha savol kelib qoladigan bo'lsa, shunaqa qilib ajratib chiqsa bo'ladi. Xo'p, doskada bugungi mavzuda qanaqa savol bor? Demak, mavzuni shu yerda yakun qilsak bo'ladi. Biz 5719 20 gacha savollarga to'liq harakat qildik. Tushuntirish berib o'tishga. Qolgan misollari bor. Mavzuni tushungan bo'lsak, qolgan bemalol mustaqil ishlab qo'ya olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Biz ustozimiz bilan master matematik kitobini ishlayapmiz. Like va komment bosib qo'ying, shunda ko'pchilikka videomiz boradi. Hammaga omad.